Hammaga salom, sizlar bilan yana o'sha Inter Gamer. Sizlarga bizlarning kichkina havoya uchun katta baza qurdim. Mini bazani bu yoqda. Hozir yoqqa boramiz. Bu kudukni tagidandir. Mana bu bechara bitta suratda. Biz mana bu yoqda endi pastga qarab chiqolamiz. Chiqolaveramiz. Endi to'xtaymiz tushadi. Keyin itimizni qo'yamiz. Bo'ldi. Hozir. Mana shu itimizni qo'yamiz. Itimizni qo'yamiz ustiga. Bu yerdan bitta surtib oladi bizni bitta. Va biz mana bu yerdan itimiz yashaydi. Tornadolar bo'lib qolsa, chuqurroq joy bu. Yadro bombasi so'rdan keladi xabarga. Yadro bombasi portlasa, ishqilib mana shu uyimni tomini sindirib yuboradi, bo'ldi. Yadro bombasidan anchalar kuchliroq bu. Mana bunga qo'yishim, ya'ni tomonalar shu quduqni tepasidagilar hali nima deydi? Shu quduqni tepasida u quduqni ichiga tushsak, bilib olamiz. Hozir mening do'stim, ya'ni Mirzo keladi, Jamshid keladi. Jamshid kelsa uni ko'rish bilan suvga tushib ketishi mumkin. O'shanga aytmanglar. Xo'pmi? Voy. Qizim so'radi. Hammaga salom, sizlar bilan men Jamshid va bugun qirolligimizda men Jamshidman. Bugungi videomizda nimani cho'llar bo'lib ketdim men. Uchmadan bo'lmaydi, qishloqqa boryapman va videomni davom etaman. Mana ekranni to'g'rilab oldik va men cho'llab ketdim. Nima qishloqimizni voобще cho'llayapman, sutra bo'ldim. Ochlikdan ham bo'lib ketdim. Qo'chqa yeydiysa, qo'chqa harom deydi. Shunga nima qilsam bo'ladi? Izvolik, och bo'ldi, menga non kerak. Nimadir qilishim kerak. Intergemni bilganlar yozib yuborsin. O'shani qarab bilaman. Intergem yo'q bo'lsa yonimda. Mayli, o'zim yo'lga chiqib olaman. Jarimalarni da boshlab olaman. Menga yo'q. Hozircha menda yo'q. O'shaning uchun mana bu qishloqqa Intergem, tayyorlasan. Yo'lga kel. Intergem. Qayerga ketding? Qayerga ketding? Bu Intergemga ham yana bo'lmaydi ekanda. Mana buni o'rtasini solsak, qo'ya. Niye bir solib yubordim? 4 To'rtini soldim. Uyga buni solsak, mana bularga ketadigan. Mana qochqalarimiz ham ishyapti. Mengacha mana bularni sindirib turaman. Va keyin
Endi esa mana bu bittasi bunga esa taxta kerak va taxtani soldim. Mana ishyapti. Dikton tushadi. Ularni hammasini qo'yamiz. O'shanga mana bu bitta cho'milib qo'ysak. Voy yomon muzik ekan bu. Ko'pik soğuk ekan bu yer. Soğuk. Nura bundan nasıl lazım? Özümdekilerin nolları. $10 özümdekiler. Ve $10. Şimdi orada gerek. Koçada yürügenmedim. Yürügendim koçada işte. Menga kartoshkalarni batlik qiziqim. Men o'zimga kerakli narsalarni yig'ayman va yeyman. Zaryad xom kartoshka albatta ularni ekib ketaman. Buğday non bo'ladi. Non ertaga yeb o'tiramiz shuni. Nonga qanchalik qiziqadilar. Va endi men ketdim. Bitta nima deydi tashga ham olaman. Chunki menga ko'p kartoshka kerak. Asta olsam kerak bo'ladi va yurish qobiliyatim yuqori. Yuguraman. Endi paxtani yuguraman. Qani ko'ramiz, pishami ekan bu. Pishsam mana bundan bitta lavam bor ekan. Mana shu lavam bilan pishirib qo'yaveraman. Qani. Olg'a mana shu bilan yuboramiz. Qani ketdim. Ketdi. Yetdi axir. Men nima dedim? Ketadi aytdimmi? To'rttasi tamam. Yeter ekan. Muzlarni solaychi. Olti mazza qilib yeyman hozir. O'zim ochlikda o'lgandim lekin. To'g'ri ochdan o'lgandim. Hammadan ko'rib bu yerga. Men narsalarimiz sandiqqa tushdi. Aniqlagan. Qashqa bo'lgan qo'yson. Bularni ketsak. Yo'q, bularni nima kerak? Buni kerak bo'ladi. Nima yetyaptilar? Bo'lgan. Men endi esa daraxt topib kelaman desa o'qotib to'sha go'sht menga qo'y. Buni sigir go'shti. Keyin bo'laman
lekin bu videoning ikinci kısmı ham bor, lekin bo'lsa sizlar bilan xayrlashmagan bo'lmaydi. Sizlar bilan hayır. Ama like basıp koyuyorlar.